Yaxshi bitta ichib ko'ring-chi. Salbiy faqat sizning tashqi go'zalligingiz emas, balki ichki go'zalligingiz bilan ham qiziqadi. Shu sababli sizni hozir sog'lig'ingizga eng foydali bo'lgan bitta retsept bilan bo'lishaman. Qani keting. Sizlarga hozir video davomida nimalar qo'shganimni birma-bir aytib tanishtirib o'taman. Detoks ayniqsa ertalab ichgan foydali bo'lgani uchun biz yog'larni eritadigan koreyskiy shunaqa narsa qo'shamiz. Ular yog'larni eritadi, ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi va hamma ayollar sevib iste'mol qiladigan kollagenimizdan ham qo'shib oladi. Ochib, buni tarkibida o'zini biotini bo'lgani uchun nafaqat sog'liq uchun, balki soch tirnoqqa ham rosa yordam beradi. Bu kollagen baliqdan olingan hisoblanadi va eng toza kollagenlar sirasiga kiradi. Tarkibida hech qanday boshqa hayvonning kollagenini olingani yo'q. Hamma ingrediyentlarni qo'shganimizdan keyin unga ozroq suv qo'shamiz va buni blenderimiz yordamida yaxshilab maydalaymiz. Ishoninglar, bu shunaqangi zo'rda to'p bo'ladi. Yaxshilab blenderga maydalab olamiz. Xitoylik bu kishi hozir degustatsiya qildirib ko'ramiz. Qani, ularga yoqadimi? Ko'ramiz. Is it popular in China? Detox? That's like this? Yes. China. Yeah, that's good. Good? Yeah. Har kuni ertalab mana shu detoksni ovqatlanishga yarim soat oldin yesangiz, ishoning, ichingizda nima muammolar bo'lsa hal qilishga yordam beradi. Faqat